Karlinka zotli ona arimiz, Buckfast zotli, Karpat, Italyanka, keyin Sredniy Ruskiy, keyin hozir ommalashayotgan Kardavan degan zotimiz paydo bo'lyapti va bu bo'yicha ham alohida video bo'ladi. Past asal kelishga ishlashi. Kommentariyaga shu jadvallar bo'yicha yordam bersalaring, xursand bo'lardim. Ro'ylash degani bu arilarda boshqa arilar zotidan paydo bo'lingan gibrid ari hisoblanadi. Shuning uchun hammalaringni Telegram kanalimizga chorlab qolamiz. Shu asal sezonida ko'pgina asal olish. Arini soni kirib ketadi, ariga beradigan ovqatlar kirib ketadi, kasalliklar kirib ketadi. Bu hammasini inobatga va bu ko'pgina ovqat yeyishga sabab bo'ladi. Shuning uchun men buni 3 baholayman. Qancha ko'p seleksiya qilingan ari, shuncha zo'r. Karlinka, Buckfast va Karpat zoti har doim bular seleksiya qilib kelingan arilar. Albatta sizlarning kommentariyalaringizdan kelib chiqib biz bu videolarda syomka qilyapmiz. Barchalarga assalomu alaykum. Mana bugun sizlar bilan asalarilarda zotlari haqida gaplashamiz. Ya'ni asalarimizni zoti, ya'ni ona arimiz haqida suhbat olib borar ekanmiz. Suhbatimiz shundan iborat bo'ladiki, ularda kategoriyaga bo'laman. Ya'ni hamma bu videodan keyin bilaman, juda ko'p muhokamalar bo'ladi. Men o'zim ishlatayotgan zotlarga nisbatan yoki kimdadir qaysi onamatga yaxshi chiqqan bo'lsa, o'shini maqtay ketadi. Bu o'z-o'zidan tug'iladigan savollar. Hozirgi kunimizda bizda mana Karlinka zotli ona arimiz, Buckfast zotli, Karpat, Italyanka, keyin Sredniy Ruskiy, keyin hozir ommalashayotgan Kardavan degan zotimiz paydo bo'lyapti va bu bo'yicha ham alohida video bo'ladi. Ona arilarda qanday qilib hozir sinaymiz degan savolimiz bor. Bu savollarga biz javob berish uchun quyidagi jadvaldan foydalanamiz. Ya'ni o'zim o'tirib yozib chiqdim. Mana ro'yxatlarni tuzib qo'ydim. Ya'ni buni tuzib qo'ydim. Birinchi bo'lib bahor oyidan boshladim. Bahor oyidan to bahor oyigacha qanaqa ona arimiz qanday yaxshi rivojlanishi uchun kategoriyalarni qo'yib chiqamiz. Bularda kategoriyalarga va baholarni qo'yib chiqamiz. Birinchi bo'lib erta bahorda kuch olishi. Albatta bahor oyida arilarimiz zo'r kuch olish uchun qaysi zotli ona arimiz yaxshi ishlaydi. Men 3 ta kategoriyada qilaman. Ya'ni Karlinka, Buckfast 3 ta zotni analiz qilaman, chunki men shu 3 ta zotda ishlaganman. O'zbekiston sharoitida tarixga nazar soladigan bo'lsak, bu hammasi Rossiya va Italiya davlatlaridan olib kelingan arilar va bizda mana hozir xonaki arilar ham bor deyshadi. Xonaki arilar bir boshqa zotlarni boshqa zotlarga urchishish natijasida hosil bo'lgan deb hisoblaymiz. Men shu 3 ta Karlinka, Buckfast, Karpat bo'yicha hozir sizlar bilan muhokama qilib o'tamiz. Italyanka, keyin Sredniy Ruskiy, Kardavan zotlari bo'yicha sizlar bilan keyinroq gaplashamiz, chunki men o'zim boqmaganman bu arilarni, shuning uchun men bular arilarni bilmayman. Sizlar har doim yangi boshlovchilar ham juda ko'p arilarda. Asosiysi ona arini avlodiga qarash kerak. Ona ari avlodi qancha zo'r bo'ladigan bo'lsa, shunga sizga ko'p asal olib keladi va ko'p erta bahorda kuch olishi. Keyingisi past asal kelishga ishlashi. Bilasizki, bahor oyida daraxtlar ozgina gullash natijasida qandaydir shira nektarlar kelishni boshlaydi. Shu nektarlarda asalarilar qanday ishlaydi degan bo'limini ham qo'shib qo'ydim. Bu asl muhim, chunki asal past miqdorda asal keladigan bo'lsa, asalari ularni ham yaxshi qabul qilish kerak, chunki oilani rivojlantirishi uchun. Bu kategoriyani qo'ydik. Keyin mana past shira kelgandan keyin uje ro'ylash boshlaydi. Ya'ni ro'ylarni bilasiz, asalari o'zidan o'zi ko'payishi.
ro'ylashni qo'ydim. Bu ham asosiy kategoriyalardan biri hisoblanadi. Keyingisi chaqmasligi. Chaqmaslik juda muhim, men uchun juda muhim, chunki bunaqa davlat ishida ishlaydigan bo'lsak, qo'shimcha ari olib boqadigan bo'lsak, arilarimiz bizni chaqib tashlasa, ishxonaga nekomfortni, ya'ni zo'r holat bo'lmaydi. Shuning uchun chaqmasligini ham men alohida bitta ustunga qo'ydim. Bu ham kimgadir plus tomoni bo'ladi. Keyingisi asal sezoni. Albatta bizda qaysidir oylarda to'liq asal sezoni keladi. Shu asal sezoni paytida asal arilarimiz zo'r ishlashi uchun bizda asal sezonida qaysi zotli arilar zo'r ishlashi bo'yicha baholab chiqamiz va ularni amalga oshiramiz. Keyingisi qishlashi. Mana albatta bahor oyi tugadi, qishlashi, qishda qancha ari bilan kiradi, qancha ovqat ketadi, bularni ham analiz qilib chiqsak bo'ladi. Demak, buni qizil ruchkada belgilab chiqaman. Albatta arilarimiz bizda erta bahorda yoki siz paket olmoqchisiz yoki aris kichik, shu paytda men shu 3 ta zotni boqqanman va 3 ta zotga nisbatan men analiz qila olaman. Qolgan zot italyanka yoki kardavan yoki sredniy ruskiy arilarni men boqib ko'rmaganman. Shuning uchun men o'zingiz pasiga baho qo'yib ketaverasiz yoki kommentariyga shu jadvallar bo'yicha yordam bersalaring, xursand bo'lardim. Birinchi bo'lib erta bahorda kuch olishi. Menda 3 ta zotli shu Karlinka, Bakfast va Karpat zotli arilarim bo'ladigan bo'lsa, ularda men quyidagicha baholayman. Ya'ni Karlinka erta bahorda start olishi juda zo'r. Men shuning uchun bunga 5 bahoni qo'yaman. Erta bahorda albatta Karlinka zotli ari tez kuchayadi. Buni o'zlaring ham bilsalaring kerak. Chunki biz arilarda paket qilib sotishimiz kerak va shu paket yo'nalishida ishlaganimiz uchun bizda Karlinka yaxshi effekt beradi, yaxshi foydasi bor. Chunki arilar tezlik bilan tez start oladi va zo'r ishlaydi. Bundan keyin Bakfast arimiz menda bahorda juda zo'r chiqmagan. Juda zo'r chiqadi qishdan, lekin rivojlanishi juda sekin bo'ladi. Shuning uchun men buni 3 bahoda baholayman. 3 bahoda Bakfast. Erta bahorda start olishi. Keyingisi Karpat zoti Karlinka zoti bilan yaqinroq, shuning uchun ularga men 4 bahoni qo'yaman. Ya'ni Karpat zotli ari ham bahorda yaxshi rivojlanadi. 4 degani bu yomon degani emas. Demak, keyingisi past asal kelishda ishlashi. Past asal kelishida, ya'ni shu mahalliy gullayotgan paytda katta shu asal sezonimiz bas uyimizdagi sharoitlarda ozgina gullashi natijasida arilar qanday ishlaydi, bu bo'yicha analizda qo'yib chiqamiz. Bu bo'yicha ham ko'rib chiqishimiz kerak. Birinchi misol o'z-o'ziga bir-biriga bog'langanda, bunday qaraydigan bo'lsangiz, mana erta bahorda Karlinka tezda rivojlanib oldi va arilari, ishchi arilari ko'payib ketdi. Shuning uchun bu yaxshi ishlaydi erta bahorda. Erta bahorda bunga 5 qo'ysak bo'ladi. O'z-o'zidan Bakfast asalda olib kelishi zo'r, oz iste'mol qiladi, lekin Bakfast ari bahorda yaxshi rivojlanmaganligi uchun unga hozirda 3 bahoda qo'yishimiz talab qilinadi. Chunki o'zini arisi ozroq va yana bahorda ozgina nektar kelayotgan paytda qanday rivojlanadi. Karpatga men 4 qo'yaman. Karpat ham yaxshi ishlaydi, lekin o'sha ozgina nektar bo'layotgan paytda bu holatda Karpat zo'r ishlab olmaydi. Lekin asosiy sezonda, asosiy asalda zo'r ishlaydi. Keyingisi mana uje bahor gullaydi, bahorgi gullar tugadi va bizda ro'ylash paydo bo'ldi. Ro'ylashni bilamiz hamma yangi boshlovchilar. Ro'ylash degani bu arilarda ish yo'qligidan arilar alohida bitta davlat qilib, bitta ona ari chiqarib, uni uchib ketishadi. Ya'ni arilarda ko'payish mavsumi. Ko'payish mavsumida Karlinka zotli
ona arilar ro'ylashga ehtiyoji ko'proq, ya'ni bu sredniy ruskiyga qaraganda kamroq, lekin ro'ylamaydi bas. Hamma ari ro'ylaydi, ro'yga kiradi, ya'ni unga nazoratga olmasangiz. Bu paytda men ro'ylashga bunga 4 qo'yaman, backfastga 5 qo'yaman. Ya'ni 5 kategoriya bo'yicha hech qachon backfast juda kam manda ro'yga kirgan. Ishini berib tursangiz, ovqatini berib tursangiz, umuman ro'ylamaydi qolgan arilar ham, lekin nisbatan backfast zotli ari o'zi aslida bu urchitib, urug'lantirib, boshqa arilar zotidan paydo bo'lingan gibrid ari hisoblanadi. Karpat zoti ham karlinkaga o'xshagan, lekin bunga 3 qo'ymayman, bunga ham 4 qo'yaman men. Bu ham ro'ylaydi. Demak, karlinka va karpat zotlari bu ham ro'ylash xususiyati bor. Keyingisi chaqmasligi bo'yicha men sredniy ruskiy arilarda yoki местный arilarda bilamiz. Buni местный deb qo'ysak bo'larmikin bitta? Metga. Местный. Ya'ni mahalliy bo'ladi. Mahalliy arimiz. Buni ham analiz qilib ketaylik. Mahalliyga shuna xususiyat bo'ladiki, ya'ni bitta ona ariz bor edi, undan yana ona chiqardingiz, undan yana oyna chiqardingiz, undan yana oyna chiqardingiz. Ya'ni F4, F5, F6 qarab ketyapmiz. Shunda boshqa ari zotlar bilan chatishib mesniylashib ketadi. Mesniy arilarimizga men qanday baholayman? Erta bahorda kuch olishi bu ham 4 qo'ysa bo'ladi, yaxshi rivojlanadi, chunki iqlimga moslashgan, past asal kelishida yaxshi ishlashi mumkin, 5 qo'yishimiz mumkin. Ro'ylash paytida mana 3 qo'yamiz. Chunki ro'ylash kelganda mahalliy arilar albatta ro'yga chanqoq bo'ladi va chaqmasligiga men karlinka zotli arilarimizga 5 bahoni qo'yaman, chunki bular kolleksiya qilingan va chaqmasligi nisbatan yaxshi. Kelinglar buni standart bo'yicha oladigan bo'lsak, lekin ari chaqadi bu yerda karlinkaga 4 qo'ya qolamiz. Bu yerda backfast eng miralubimый deydi, ya'ni chaqmasligi bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun backfastga men 5 qo'yishim kerak bo'ladi. Karpat zoti ham yaxshi, bu ham karlinkaga o'xshab ketganligi uchun, lekin karlinkaga men 4 qo'yaman. Mahalliy arilarimizga albatta ular chaquvchi, juda o'ta odamlarga tashlanuvchi bo'ladi. Agar siz boshqa odamlardan asalarini olib, uyingizda arilar qanchalik chaqishini bilganingizda, keyin zotini yangilaganingizdan keyin arilarni chaqmasligini ko'rib chiqib, arilar rostdan shuna bo'lar ekan, shuna chaqmas ekan degan fikrga kelishingiz mumkin bo'ladi. Mahalliy arilarimiz o'ta chaquvchi bo'ladi. Shuning uchun men bularga ham 3 baho qo'yaman. Chunki mahalliy urchib ketgan arilar albatta chaqish ehtimoli bor. Bu hamma ko'rsatkichlar o'zimni shaxsiy shu faoliyat olib borayotgan faoliyatimdan kelib chiqib, bu haqida gapiryapmiz, lekin meni qayerdadir xatolarim bo'lsa, bemalol kommentariylarda yozishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari o'zimizga Telegram gruppamiz, Telegram kanalimizni ochdik va Telegram kanalimizga sizlarda obuna bo'lishlaring mumkin va u yerda muhokama qilishimiz mumkin. Bemalol menga ham ma'qul bo'layapti. Oddiy голосовой bilan har bitta YouTube ga javob yozib, Telegramdan oddiy голосовой qilib tashab qo'yapman. Bu menga ham qulay bo'layapti. Shuning uchun hammalaringni Telegram kanalimizga chorlab qolamiz. U yerda muhokama qilishimiz mumkin bo'ladi. Davom etamiz. Demak, mana уже ro'ylashdan ham chiqib oldik. Ro'ylashdan keyingi qiladigan ishimiz bu bizni
asal sezonimiz. Biz asal boqishimizdan asosiy maqsadi shu asal sezonida ko'pgina asal olish. Shuning uchun asal sezonida arilar qanday ishlaydi degan bu eng katta punkt bo'lsa kerak menimcha. Shu punktni albatta ko'rib chiqishimiz kerak. Bu sizda breakfast hozir men breakfastga 5 qo'yaman, chunki asal sezonida eng zo'r ishlaydigan ari haqiqatda bu breakfast. Breakfast 5 bahoda qo'yaman. Karlinka zotli arilarimizga men 5 qo'yaman, chunki ikkita to'r qo'yapmiz va ikkita 5 qo'yishimiz ham mumkin. Shuning uchun oliy Karlinka va Karpat zotlari, Karlinka va breakfast zotlari asalni zo'r olib keladi. Karpatga ham biz bekka 5 qo'yishimiz mumkin. Hammasi mana shu 3 ta zoti bir xil ishlaydi. Sizlar faqat bilmaymizki, asal sezonida arilarni bu yerga ari sezoniga tayyorlashni bilmaymiz. Shuning uchun asal arilarni shu asal sezonida tayyorgarlik to'g'ri amalga oshiradigan bo'lsak, u asal arilar sizga hech qachon asalsiz qo'ymaydi. Doimo asal bo'ladi. Qo'yishimiz mumkin, mahalliyga to'r qo'yishimiz mumkin. Bunda ham yaxshi asal kelayotgan bo'lsa, bemalol yaxshi asal qabul qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, mana hozirgi vaqtgacha 5 ta kategoriyani ko'rib chiqdik. Shu 5 ta kategoriya bo'yicha endi mana asal sezonimiz tugadi. Asal sezonimiz tugagandan keyin mana o'zbeklarda eng yomon anaqasi qishga tayyorgarlik. Mashi bo'yicha ham o'zini baholash mezoni bor. Shu baholash mezonini ko'rib chiqamiz. Bu yerda mana qishlash deyapman. Bu qishlashda arini soni kirib ketadi, ariga beradigan ovqatlar kirib ketadi, kasalliklar kirib ketadi. Bu hammasini inobatga olasiz. Eng bitta zo'r qishlaydigani bu o'z-o'zidan, ya'ni qishga kirish bilasiz, mahalliy. Ya'ni o'zingizni mahalliy arilarimiz bunda 5 qo'ysak bo'ladi. 5 qo'ysak bo'ladi, chunki mahalliy arilar qishda maza qilib chiqadi. Chunki o'zimizning iqlimga u moslashib ketgan. Eng pastini men breakfastga qo'yaman yoki breakfastga qo'ysam kerak. Breakfast yerdan kelib chiqib aytayapman yana bir marta. Bu qishga ko'pgina aris qolib ketadi. Har doim breakfast oilasi qishga ko'pgina klub bilan kiradi va bu ko'pgina ovqat yeyishga sabab bo'ladi. Shuning uchun men buni 3 baholayman. Buni agar siz ovqatni ko'pgina qo'yadigan bo'lsangiz, qishga yaxshi davolaydigan bo'lsangiz, qishdan chiqadi hamma arilarimiz. Bu yerda muammo yo'q. Lekin bizni O'zbekiston sharoitidan kelib chiqib, qolganlar menga Telegramdan tashlashyapti rasmlarini, Telegramdan ko'ryapmiz ularda arilarini. Ovqat yo'q. Ovqati kam. Yani nimaga ovqatni qizg'anamizmi yoki ovqat qimmatmi? Rossiyada 30 kilo, 40 kilodan ovqat qoldirib tashlaydi. Bahorda baribir bu o'zi yeydi. Siz bahorda men endi asalarilarimni boqmasam, ya'ni tilib qo'yaveraman. Sizlar asalarini baribir boqasizlar. Oz beradiganlar haqida gap bo'lyapti bu yerda, qolganlarga tegmasin. Demak, breakfast zoti ko'pgina klub bilan kiradi ari. Har doim ko'pgina klubi bo'ladi va ko'proq ovqat yeydi. Bu qishlashi yaxshi, kimgadir yoqadi. Ko'p ari. Mana hozir meni uyimda 4 romka, 5 romkada turibdi. Telegramdan ko'ryapman, 7 romka, 10 romkada qishlayotgan arilarni. Bu meni hisobimda ozgina noto'g'ri ham. Chunki mana o'sha Karlinka zotli arim, hozir mana Karlinkaga keldik. Karlinka zotli arim menda hozir 8 romkada qishda kirsa kerak degan arim hozir mana 5 romkaga tushib ketdi. Arilar o'z-o'zidan kam qishda kam qishlaydi. To'r baho qo'ysam bo'ladi. Ya'ni qishlashi oz arisi bo'ladi, lekin ularda sog'lom bo'lsa qishdan bemalol chiqib olaveradi. Bizi sharoitga buni to'r qo'ysak bo'ladi, chunki ovqati ham uncha, ya'ni biz hozir berayotgan ovqat yetadi, ham ozroq klubga kiradi, bahorda zo'r razvicha oladi. Keyingisi Karpat. Karpat zoti ham
qishga chidamliroq, Backfastga qaraganda, shuning uchun buni ham 4 deb baholayveramiz. Demak, baholash mezonimiz nihoyasiga yetdi. Buni o'zlaring xulosa qilib chiqarib olishlaring bo'laveradi. Demak, buni qo'shsak bo'ladi. 10, 15, 20, 27 bo'ldimi? 10, 27. 27. Backfast zoti 10, 5, 18, 21, 24. Demak, men 24 chiqdi. Demak, 1, 2, 3, 4, 5, 25. 25. Mesni 10, 20, 24. Endi mana ozgina miqdorda mana endi uyimda baribir tortadi. To'g'ri tushunasizlar. Menda hozir uyimda Backfast bilan Carlinka bor. Shu ikkita zotni ishtiraman, chunki bular ko'p seleksiya qilingan. Shun tomoniga ham e'tibor berishimiz kerak. Qancha ko'p seleksiya qilingan ari, shuncha zo'r foydasi bo'ladi. Ya'ni chachishtirilgan, yaxshi zotli. Misol chorvachilikda ham, misol yaxshi zotli jonivorlar albatta ko'p go'sht beradi va ko'p kechirasizlar, ko'pgina sizga ko'proq asal beradi. Demak, bu holat bo'yicha hozir mana shu 3 ta zotimiz Carlinka, Backfast va Karpat zoti har doim bular seleksiya qilib kelingan arilar. Bu seleksiya qilingan arilarimiz har bitta zo'r chiqadi. Qolgan italyanka, kardavan yoki mahalliy yoki sredniy ruskiy arilarda biz hali boqib ko'rmaganman va bilmayman. Shuning uchun ko'pchilik telegramlarda, shu kanallarda, o'zimizning kommentariylarda savol berishdi. Ya'ni ona ari haqida ham video qiling deb. Mana shu videomiz ozgina kattaroq video bo'lyapti. Lekin to'liq anglash uchun arilarda ona arini, arilar uchun eng asosiysi bu ona ari. Ona ari yaxshi bo'lsa, siz ko'p asal olasiz, qishdan qiynalmay chiqasiz, ozgina ovqat bilan zo'r rivojlanasiz. Bu hammasi ona ariga bog'liq. Shuning uchun ona ari haqida qancha gapirsak, shuncha oz bo'ladi. Videomiz xulosa qismiga keldik. Xulosa qismida baribir yana men shu nuqtaga kelamanki, bemalol siz Carlinka, Backfast, Karpat zotlarini boqib ko'ring va unga moslashing. Qaysi sizga qulay bo'ladigan bo'lsa, shuni bemalol amalga oshirsangiz bo'laveradi. Lekin mahalliydan qochish kerak. Mahalliyga nimani hisobiga baland bo'lib ketdi, bilmayman. Lekin albatta mahalliy arilar ham chaquvchi bo'ladi, ham rayoviy bo'ladi. Mana shu ikkita asosiy punkt men uchun eng muhim hisoblanadi. Unga 3 dan qo'ydim, qolganlariga ko'tarib yorib shekilli. Mana shu ikkita 3. Bunga mana Backfast yaxshi, lekin Backfast bahorda razvicha ola olmaydi. Ya'ni men ona ari chiqarayotganimda arilar soni yetmay qoladi, lekin asalni zo'r olib kelishi ehtimolligi bor. Bu sinovdan o'tgan. Bo'lmasa videomizni nihoyasiga yetkazamiz. Savollar bo'lsa kommentariyga yozinglar. Yangi Telegram kanalimizga obuna bo'linglar. Opisaniyada qoldiraman fikrlaringni. Qanaqa videolar olish kerak? Albatta sizlarni kommentariylaringizdan kelib chiqib biz bu videolarda syomka qilyapmiz. Bu albatta sizlar uchun va biz uchun foydali bo'ladi. Shuning uchun videoni qo'llab-quvvatlaysizlar, like qo'yib qo'yasizlar. Video yoqqan bo'lsa, video yoqmagan bo'lsa dislike. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.